ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. Kainat insanın hizmetiga boysundurilgan. Boysunduruluş deganning ma'nosi inson uni ishlatadigan holatga akab berish degan bo'ladi. Ya'ni koinotda Allohning qudrati bilan insonga qarshi chiqib boysunmaydigan bir hodisalarmi bor? Masalan, tuyuqsiz kalkullar keladi, shaharlarni, uylarni suv osadi, insonning taqdidan sir. Tabiiy krizislar deymiz. Biz deymizki, bularning hammasining yuz berishi Allah subhanahu va taala bizning diqqatimizni bir nuqtaga tortish. O nuqtasi qaysi? Koinotdagi butun narsa o'z oldiga bizga xizmat qilmaydi. Va yoki bizning kontrol qilishimizdan bizga xizmat qilmaydi, balki Allohning buyrug'i bilan xizmat qiladi. Alloh xolisa bizga xizmat qilish emas, bizga qarshi buyruq tushalaydi. Dengiz bizga xizmat qiladi, bizga yemaklik ko'radi dengiz, bizning qatnashlarimizni qulayliklaştıradi. Ammo Alloh xolisa dengiz bizga vabal bo'ladi. Tog' bizga xizmat qiladi. Ammo Alloh xolisa bizga qarshi askarga aylanadi. Koinotdagi bütün şeyler Allah'ın mutlak kudretine boysundu. Hatta sebep netice meselesi mi? İlahi mutlak kudretine boysunduğun neyse. Su, topan, sel gelip bizge karşı çıksa, şamal, buran geliş arkalık bizge karşı çıksa, zemin yeterveş, yanar tağlar arkalık karşı çıkan vaxtıda sizin bu meseleye karşınızda bu neyse ne mi olursa insan fakat özü yaşavatkan kainatını kontrol kılış, insanın kudretideki iş emas degende bilsin üçün, insan şunu tunussun üçün bu vatqa işler. Mazemen biz başkurudağa emas, yaşap, paydalanıp, kollanıp, ketidiğen nersi ikenlikini bilişimiz üçün.